Bu tortni bir marta yeb ko'rish uchun dietamni buzishga rozi bo'ldim va shuni aniq ayta olamanki, buni mazasi shunga arzidi. Hech qanaqa duxovkasiz, qoliplarsiz va propitkasiz juda ham mayin va mazali chiqadigan tort tayyorlaymiz. Bu uchun tuxumlarni chaqib olib, ustidan shakar solib, oppoq bo'lguncha mikser qilamiz. Ketidan yog' va sutni solib, bir oz aralashtirib, albatta xohishga ko'ra rang sovuramiz. Agar sizlarda rangli bo'lmasa, bemalol kakaoni sal ko'proq qilib solib, shokoladni tort qilsangiz ham bo'ladi. Un va to'rtta kakaolarni elikdan o'tkazib olib, yaxshilab aralashtirib bo'lgach, sodaga uksus solib, uni massamizga qo'shaveramiz va yana bir oz aralashtiramiz. Massamiz shunaqa suyuqlikda bo'lishi kerak. Endi esa massani teng uchga bo'lib, tega olmaydigan tovaga 3dan 1 qismini solib, ustini yopib gazga qo'yamiz. Pastroq olovda 10-12 daqiqa davomida pishib chiqadi. Hammasini birma-bir pishirib bo'lgach, soviguncha krem tayyorlab olamiz. Men bu uchun cheese kremni ishlatdim. Opisaniyada to'liq retseptini yozib qoldiraman. Endi xuddi videoda ko'rsatilgandek korj krem qilib tortimizni terib chiqamiz va ustini xohishga ko'ra bezatib 1-2 soat xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Ana undan keyin kesib bemalol stolga tortishimiz mumkin. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlaning tugmasini bosib qo'ying.